qilganda hidi yo'q. Akalar, xonimlar, janoblar, sizlarga yer topib qo'ydim. Farg'ona shahar sentr Madralkada. Ko'rgazda oldilar. 4 sotik. Eniga 23, uzuniga 24 joy sotilyapti. 4 sotik. Xohlang buni puli bor akalar tassallatib buzib, noldan yasasa, xolasa, mana shu uyda olib yashash mumkin. Sveti bor, suvi bor, gaz bor, kanalizatsiya bor. Uyni ko'ramiz, like bo'lsa obuna bo'lamiz. Eng zo'ri bizda agar ko'chakalar olib, maza qilib kalish qurib yoki soting yoki yashang. Ko'rsataymi? Boshladik. Chap tomon kladovka bor. Katta sahna mana. Katta sahna. Gul bor. Meva-chevalarda xohlang buzing, xohlang tekizlang. Mana uglovoy joy. Duvalda ag'i yo'l, duvalda bag'i yo'l. Uglovoy joy sotilyapti. Manzil Farg'ona shahar Matalkada, Go'rgazda oldida 4.5 sotik. Endiga 24, bag' 23 sanamni oyog'imda. Albatta uy bor mana. Endi bu uyda avaringni holatda yoki olib buzasizlik yoki boshqa yoki yashaysiz. Bitta xona. Hojaxonasi. Mana bitta xona. Va yana xona. İtalyanski peshkami, galyanski peshka deymiz, bor. Endi bu uy pishig'ishmi, xom bo'lishini bilmayman. Teva plitani bilmayman. Holat shu mana. Buni buzib olsangiz ham matratsiya kerak. 4.5 sotik joyimiz sotilyapti. Shu joy mana. Bo'ldi, uylar bor mana. Narxini $52,000 deyapti, ozmoz kam bor. Pastga nomer qo'yaman, barakaga kelsa ko'rib olishlari mumkin. Ravoti mana. Gulbor uzunlar bor. Hayotda bir xona uy ham bor. Endi buni buzib yuborasiz aka. Boyxonim. Biz bor, to'g'rimi? Mana.